Assalomu alaykum hammaga. Bugun universitetdagi bir kunim haqida gapirib bermoqchiman. Uyimiz universitetdan uzoq bo'lgani uchun ertalabdan avtobus bekatiga chiqib avtobus kutdim. Uyimiz uzoq bo'lgani uchun ham avtobusda, ham metroda borishimga to'g'ri keladi. Bu esa Canary Wharf Station. Aynan shu yerdan persatga qilib o'qishimga yetib boraman. Universitetimizning ikkita kampusi bor. Men aynan Kent kampusida o'qiyman, chunki farmatsevtika yo'nalishi va barcha laboratoriyalar Kentda joylashgan. Kampuslararo qatnaydigan universitet avtobuslari tashkillashtirilgan. Greenwich kampusdan Kentgacha 1 soatli yo'l. Mana shu 1 soat davomida kimdir kitob o'qiydi, kimdir do'sti bilan gaplashadi, yana kimdir telefonda gaplashib ketadi. Nihoyat Kentga yetib keldim. Odatda avtobusdan tushiboq binoga qarab yuguraman, lekin bu safar video chiroyli chiqsin deb sekingina yura qoldim. Birinchi paradan keyin qorin to'ydirish uchun oshxonaga yo'l oldim. Bu universitetimizdagi eng katta oshxona va har xil ovqatlari bor. Qorin to'ygandan so'ng qarasam, ikkinchi para boshlangunicha hali ancha vaqt bor ekan. Kutubxonaga kirib dars qila qoldim. Bizda 10-15 kishidan iborat seminar mashg'ulotlari yo'q, faqat leksiya va laboratoriyalar. 2 para leksiyani tugatib, uyga qaytaman degunimcha tashqari qop-qorong'i bo'ldi.